vaqtimizning mavzusi hipertermiya va tanvasa sindromida bola va uning oilasiga hamshiralik parvarish mavzusi. O'tilgan mavzuni takrorlab qolamiz. Bundan oldin biz texnika xavfsizligi qoidalari bilan sizlarni tanishtirib o'taman va qog'ozga imzo chekib berishingizni so'rayman. Avvalambor tibbiyot xodimi o'zini himoyalab, keyin bemorning xavfsizligini ta'minlash kerak. Ya'ni yuqumli infeksiyalarni o'ziga va bemorlarga yuqtirmaslik bu tibbiyot xodimining oldindagi eng oliy maqsad va burchlaridan biri hisoblanadi. To'pli asboblarni yoki apparatlarni ishlash jarayonida nazorat ostida ishlatish va ularga nazoratsiz qo'l tekkizmaslik yoki nosoz buzilgan apparatlarni ishlatmaslikni so'rab qolaman. Tibbiy muolajalarni bajarish paytida himoya qo'lqoplarini kiyish va shpritslarni bir-birimizga yoki o'zlarimizga zarar yetkazmasdan foydalanishni so'rab qolaman. Ya'ni shifokor kelguncha birinchi yordamni berib turishimiz kerak. Hozir va to'xtang. Bu guruhimizdan bitta o'quvchi turadi. Keyin bu guruh. O'tkir nafas yetishmovchiligining boshlanishi nafas qanday bo'ladi? O'tkir nafas yetishmovchiligida tez bo'ladi, keyin chuqur nafas ololmaymiz. To'g'ri, savolni o'qiymiz. Qanday holatda zudlik bilan tez yordam chaqiriladi? Hushsizlanish, latga kelish holatida. To'g'ri, endi ikkalangiz o'yinni oxiriga yetkazib qo'yishingizni so'rayman. Juda yuqori isitma bo'lganda isitmani tushirish amaliy ko'nikmalarini bajarib o'tamiz. Demak, birinchi amaliy ko'nikmamiz tana haroratini o'lchash. Tana haroratini o'lchash uchun hozir o'quvchilarimizni muolaja stoliga taklif qilaman. Har guruhdan demak, kelib olamiz. Muolajani bajarishdan oldin kerakli asbob-uskunalarni tayyorlab olamiz. Bizga kerak bo'ladi, demak, qo'g'irchoq kerak bo'ladi. Keyin termometrlarimiz olib olamiz. Termometrlarimiz demak steril holatda hozircha. Demak, hammamiz termometrlarimizni olib olamiz. Qanday termometr? Demak, termometr qo'g'irchoqni tayyorladik. Keyin o'lchab olgandan keyin yozib olishimiz uchun bizga qog'oz hamda ruchka kerak bo'ladi. Yana bizga 2% yoki 1% xloramin eritmasi kerak bo'ladi. Hamda dezinfeksiyalovchi qo'limizni artib olish uchun dezinfeksiyalovchi moddamiz ham kerak bo'ladi. Demak, hammamiz narsalarimizni tayyorlab oldik. Agar bola katta bo'lsa, bolaning o'ziga, agar bola kichkina bo'lsa, uning onasiga muolaja maqsadini tushuntirib olamiz va qo'llarimizni tozalab muolajamizni boshlaymiz. Demak, hammamiz qo'llarimizni dezinfeksiyalab olamiz. Hammamiz qo'limizni dezinfeksiyalab oldik. Dezinfeksiyalab olgandan keyin steril holatdagi termometrimizni olib, rezovorini ko'rib olamiz. Demak, ko'rib olgan paytimizda uni rezovori pastga turgan bo'lishi kerak. Agar demak, hammamizning pastami tekshirib oldik. Tekshirib olganimizdan keyin buni sterilatokga qo'yib turamiz. Sterilatokga qo'yib turib, demak, bolalarni termometr qo'yadigan sohamizni biz nima qilib olamiz? Artib olamiz. Quruq salfetka bilan artib olamiz. Undan oldin biz uni tekshirib olishimiz kerak. U yerda yallig'lanish prosesslari bormi, yo'qligini ham tekshirib olamiz. Agar yo'q bo'lsa, demak, biz nima qilib olamiz? Artib olamiz. Artilgan narsani, ishlatilgan narsalarimizni lotokka tashlaymiz. Demak, hammamiz qo'limizga termometrlarimizni olib olamiz. Mana shu rezovori, demak, teriga mahkam tegib turgan bo'lishi kerak. Hammamiz qo'yib oldik. Endi termometrni qo'ygan paytimizda
demak bu 7 yoki 10 daqiqagacha ushlab turiladi. Shu paytda demak tana haroratini biz nima qilib olamiz, o'lchab olamiz va ko'rib olamiz. Demak bizlarning qo'g'irchoq qandlarimiz jonsiz bo'lgani uchun bunda harorat nima qilmaydi? Ko'tarilmaydi. Agar u jonli bo'lgan paytda u nima qilgan bo'ladi? Ko'tarilgan bo'ladi. Demak, olib olamiz. Olgandan keyin buni nima qilib olamiz? Tekshirib olamiz. Demak, harorati 37.5 ga chiqqan bo'lishi mumkin. Bu chaqaloqlar uchun unchalik nima emas, xavfli emas. Demak, haroratni ism familiyasini yozib, haroratni qayd qilib qo'yamiz. Demak, ishlatilgan termometrimizni nima qilib olamiz? Ishlov berib olamiz, zararsizlantirib olamiz. Demak, zararsizlantirib hammamiz uni 2% yoki 1% xloramin eritmasiga nima qilamiz? 3 daqiqa qo'yaylik, 20-30 daqiqa qo'yib olamiz. 20-30 daqiqadan keyin uni olib nima qilamiz? Tozalab, paxta suv bor chelakka qo'yib qo'yamiz. Hammamiz olamiz. Ishlatilgan tashiymiz. Tozalab, hammamiz chelakka qo'yamiz. Demak, termometrlarga ham ishlov berdik. Shu bilan demak muolajamiz tamom. Ish stollarimizni nima qilib olamiz? Yig'ishtirib olamiz. Ikkinchi bosqichimiz bo'ladigan bo'lsa, bu muolajani bajarish bosqichi. Ya'ni biz muolajani boshlashimiz mumkin. Ya'ni biz muolajani boshlashdan oldin dastlab qo'llarimizni antiseptik eritmalarda tozalab olamiz. Bir infeksiyani bir bemordan ikkinchi bemorga yuqishini oldini olish va o'zlarimizni himoya qilish. Qo'llarimizni antiseptik eritmada tozalab oldik. Endi steril bir martalik qo'lqoplarni ochib kiyishlaringizni so'rayman. Qo'lqopni tayyorlayotgan agarda qo'lqopning razmeri qo'limizga nisbatan kichikroq bo'ladigan bo'lsa, bu qo'lqopni bola hushidami? Bolani tekshirib olamiz ko'zimiz bilan. Ya'ni bola hushidami yoki hushsizmi? Va bolani nafas olmoqdami yoki nafas ol. Bolaga yordam berishimiz zarur bo'ladi. Ya'ni bolani yengillash. Ya'ni bu paytda tana haroratini tushirishda fizik usuldan ham foydalansak bo'ladi. Fizik usulimiz uchun nima qo'llaymiz? Bolaning peshonasiga yoki qo'ltiq ostiga sovuq suvga namlangan salfetkalarni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni salfetkani sovuq suvga namlab iliq suvga namlab olgan holatda bolaning peshonasiga qo'yishimiz mumkin yoki bolaning badanini iliq suv yordamida artib olishimiz mumkin. Lekin suvga spirt eritmasini qo'shib artish bu bolaning tana haroratini tushirishga yordam bermaydi. Biz faqatgina iliq suvdan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Agarda fizik usul bilan bolaning tana haroratini tushirishga yordam berdik, lekin bu paytda ham bolaning tana harorati tushmaydigan bo'lsa, biz dori preparatlarini qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Hozir hammamiz bolaning peshonasiga namlangan salfetkani qo'yib olamiz. Dori preparatlarini qo'llashimiz mumkin. Ya'ni parasetamol har 1 kilogramm vazniga 10-15 mg. Buni ikki xil usul bilan bola organizmiga kiritishimiz mumkin. Og'iz orqali kiritishimiz mumkin yoki rektalniy suppozitoriya holatida qo'llashimiz mumkin. Hozir hammamizda suppozitoriyalar bor, ya'ni bularni bolaga rektalniy qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Kelib chiqib har bir tana vazniga 10-15 mg dan bolaga ichirishimiz mumkin bo'ladi. Agarda bu suppozitoriyalarni qo'llashda bolani chap yonboshga yonboshatamiz va dumba sohasini barmoqlarimiz bilan kerib ohistalik bilan rektal holatda bolaning organizmiga qo'llaymiz. Bunda dozani bolaning yoshidan kelib chiqib belgilab olamiz. Dori preparatini kiritib bolani gorizontal holatda yotqizamiz. Va bundan keyin bolaga biz suyuqliklarni oz-ozdan tez-tez ichirib turishimiz kerak bo'ladi va bolani tana haroratini har yarim soatdan yoki 15 daqiqadan o'lchab turamiz. Muolajamiz shu bilan tugaydi. Qo'lqoplarni yechamiz va bolani baholab o'tamiz.
vizual ko'rikdan o'tkazamiz. Bola hushidami, nafas olishi bormi yoki bo'lmasa nafas olishda muammolar bormi? Yonbosh holatga yotqizishimizdan sabab bolada suv moddalari bo'lishi mumkin, bola qayt qilishi mumkin. Qayt qilgan paytdagi ovqat mahsulotlari bolaning nafas yo'liga o'tib, aspiratsiya holati vujudga kelishi mumkin. Agarda bolada sut holatlari bo'ladigan bo'lsa, bolaning og'iz bo'shlig'ini toza saflikka bilan artib tozalab olamiz. Moddalar og'iz bo'shlig'ida bo'lmasligi kerak. Bola yig'lagan paytda yoki nafas olgan paytda aspiratsiyaning oldini olish uchun chaqaloqning og'zini tozalab olamiz. Chaqaloqning og'zini tozalab oldik, sut moddalaridan xalos qildik. Endi bolaning haroratini tushirishga yordam beramiz. Ya'ni bunda ham bolaning qisib turgan kiyimlarini dastlab yechib olamiz. Qisib turgan kiyimlar bo'ladigan bo'lsa va bola yonboshlagan holatga o'tkazilishi kerak. Bu holatda ham parasetamol yoki ibuprofenni beramiz. Ya'ni asosiy maqsad bolada tana haroratini tushirish, tana harorati yuqoriga chiqqanligi uchun talvasa sindromi boshlanyapti. Og'iz orqali yoki bo'lmasam rektal holatda qo'llab olamiz. Bundan keyin bolani kuzatamiz. Agarda qo'noq 5 daqiqadan ko'proq davom etishga moyillik ko'rsatadigan bo'lsa, diazetamni shamsham holatdagisini bolaga rektalni qo'llaymiz. Har bir tana vazniga 0,5 milligramdan. Shamshalarni bolaga rektal holatda qo'llaymiz. Ya'ni bola yonboshlagan holatda burmalarni qo'limiz bilan ochib, ohistalik bilan shamshalarni qo'yamiz bolaga. Agarda talvasaga moyillik bo'ladigan bo'lsa, maksimal tana vazniga 10 milligram qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Agarda bolada qo'noq birinchi marta paydo bo'lgan bo'lsa yoki 15 daqiqadan uzoq davom qilgan bo'lsa, bolani shifoxonaga yetkazishimiz mumkin bo'ladi. Bu paytda bolaning og'ziga turli xil qoshiqlar yoki qo'llarimizni solishimiz mumkin emas. Bu bilan biz bolaga jarohat yetkazishimiz mumkin bo'ladi. Teriga mahkamlagan holatda qo'ltiq ostiga qo'yib ushlab 10 daqiqadan keyin biz uni olib nima qilamiz? Tekshirib ko'ramiz. Tekshirib olib natijani demak ro'yxatga olish jurnaliga yozib qo'yamiz. Demak endi termometrga ishlov beramiz. Termometrni tozalab olib, uni nimaga solar edik? Dezinfeksiyalovchi erizma, ya'ni xloramin erizmasiga solib qo'yamiz. Necha daqiqa solib qo'yar edik? 20-30 daqiqa solib daqiqaga solib qo'yamiz. Tashqari demak to'g'ri o'lchaganimizda demak haroratda nima bo'lishi mumkin? Ozgina farq bo'lishi mumkin ekan. 0,02 yuqori bo'lishi mumkin. Demak tushunarlimi? Ikkinchi guruh ham tushunib oldimi? Demak muolajani 3-guruhimiz takrorlab turadi. Rahmat. Demak stollarimizni yig'ishtirib o'z holatiga qo'yib ketamiz. Qaysi guruhimiz g'olib bo'ldi? Demak, ularga affa bo'ladimi? Beramiz. Harakat qiling kartochkasi ekansizlar. O'quvchilar, muolajani so'zlashlarini so'rayman. Ikkinchi muolajani bajarishga o'quvchilar chiqamiz. Chiqamiz o'quvchilar. Yordam ko'rsatish. Bu muolajani bajaramiz. Ya'ni dastlab xonamizni tayyor holatga keltirib olamiz. Muolaja stolimizni tayyorlab olamiz. Muolaja stolimizni tayyorlab olgandan keyin o'zimiz steril qo'lqoplarni kiyib olamiz. Kichik rol o'yinimiz bor. Hozir shuni tomosha qilamiz.